Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana haftaning bozor günü Qazarasi tumanidagi mol bozoriga geldik. Obunachilar. Kichkina baqaladon o'kizlar, so'yladon o'kizlari narxlari bilan donishib chiqamiz, xudo xolasa. Görüp baho berasizlar. Bir dona like bosib obuna bo'lib kuzatishda davom etaveringlar. Bozora giriyotirmiz esa obunachilar, xudo xolasa. Görüp baho berasizlar. Hurmatli obunachilar, bozorga buyum mol ko'p tushgan. Necha so'm bo'ldi baho? 27 million deb turibdilar. Necha so'mga so'radilar? 22 yorma so'radilar dedilar. Baqaladon variantidan hurmatli obunachilar. Görüp baho berasizlar. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi? 22 Yaxshimisiz? 22 aytib turibdilar, hurmatli obunachilar. Necha so'mga so'radilar? Her kim her xili so'radilar dedilar. So'ran bahosi bo'ldimi bir? 18'e vardı. 18'e vardı dediler. 18'e vermeyin dürtme ülke dediler. Baqaladon zakonli variantinden. Görüp baho berasizlar. 19'a so'm bo'ldi bu? Assalomu alaykum. 20 milyon bo'ldi dedilar. 15 mot tursangiz aytaman. Öküzü zo'ri, hurmatli obunachilar, baqaladon vechi zo'ri ina. Che so'rab turibdilarmi? 18'e so'rab turibdilar. Живой savdo bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Ishag'am so'rab turibdilar. Görüp baho berasizlar. Hurmatli obunachilar, Angusi zo'ri tushgan baqaladon variantidan. Görasizlar. Dish buzma narsa dedilar. Mana. Buyuk narsa. Necha so'mga so'radilar bunaqa? Necha so'm deb turibsiz? 38 deb turibmiz. 38 deb turibdilar, hurmatli obunachilar. 38 million pul. Mana. Buzmagan o'jek. Dish buzmagan deb turibdilar. Dish buzgan emas. Necha so'radilar buni? 34'e so'rabdi. 34'e so'rab turibdi bozor dedilar. Telefon nomer qo'yamizmi? Qo'ya. Ayting. 99 99'lik 779 0029. Hurmatli obunachilar, mendan yana bu, izi bu, davomi bu dedilar alaman deyirlar. Ana shu telefon nomeri ishlab turadi. Shuni o'kizlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar ishag'ama. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Necha so'm deb turibsiz bunaqa? 22 milyon deb turibdilar, hurmatli obunachilar. Baqaladon uzun narsa. Zo'ri. Necha so'mga so'radilar? 18'den 300 so'mak kazakmiz. 18 milyondan 200 so'makka so'rab turibdilar, hurmatli obunachilar. Savdo uchunda bugun ko'rib baho berasizlar. Bozorda odam ko'p, hurmatli obunachilar. Ko'rib baho berasizlar.